Assalomu alaykum hurmatli bugungi uchrashuv qatnashchilari. Muhtaram Prezidentimizning 2024-yil 17-yil kundan kengaytirilgan yig'ilishida uychi tajribasi asosida mana bugun Samarqand Milliy bank amaliyot bank xizmatlari markazida mijozlar bilan uchrashuvni tashkil qilganmiz. Bu uchrashuvda mijozlarni faoliyatida duch kelayotgan muammolar, takliflarni eshitib, yangi ish o'rni yaratish bo'yicha o'zlarini fikr mulohazalarini birma-bir aytishlarini so'raymiz. Kimda qanaqa murojaatlar bo'lsa, bemalol murojaatlaringizni eshitishga tayyormiz. Shu menda murojaat bor edi. Shu faoliyatimiz asosan shu turizmga bog'liq bo'lgani uchun Prezident qarorini 302 sonda nimasiga asosan 100 million foizsiz kreditda hozir ehtiyoj sezyapmiz. Chunki faoliyatimiz endi asosan boshlanyapti. Asosan shu mehmonxona nimaga kerak ehtiyoj uchun shu hozir murojaat qilyapmiz milliy bank xodimlari. Rahmat. Murojaat